Shoshma. Kitob. Suyuqlaganman-da. Gambit. Tursiz-chi, bilet. Nima deganini eshitdingmi? Hammasi tugagani yo'q, hali endi boshlanadi dedi. Uyga kirib keldim, qo'rqib ketdimman. Shoshma. Bu yoqqa, qani tepadan qaraylik, qani. Ya, qani. Yo'q, shoshma. Hech qayerda yo'q. Derazadan kirmoqchi emasmi? Yo'q, derazadan kirmoqchi bo'lsa kirardi u. Esingda bo'lsa qara. Kobra ham shunaqa gapirgandi, ketishdan oldin, ha? Men sizlarga harakat qildim, endi yomon bo'ladi. U keldi, doktor. Bu ham xuddi shunaqa, otam keladi, doktor. Nimaga? Otam ko'rsatib qo'yadi. Shu tushunmayman, nima qilish kerakligini. Sevitan yonmayapti. Nima bu klonlarning otasi shunda bittami? Tashqarida so'z yo'q. Men qo'rqib ketganman. Biletman yuragim vobshe qattiq uribdi. To'g'risi Maqsud, mana Darkning temasini yopamiz, bo'ldi. Olmaymiz, menga vobshe kerak emas. Menga vobshe kerak emas, bilet. Menga bu narsa yoqmayapti. Lekin Gambitni hali bizni qutqarishimiz kerak. Sardor ham hali umuman topilgani yo'q. Xo'p, davom ettiramiz. Lekin qolganicha biz ham o'zimizchi. Tushunsanmi? Men buni qaramanmi? Kelgan klonlarni qaragan. Boshda oddiygina yig'lab turgan klonlar. Menimcha, bular psix, bular sog' emas. Boshda qara quladi. Svit yondi. O't. Shunda klon ketdimi? Bilmayman, men klon bunaqa bo'lmaydi lekin. Yo'q. Mana. Faqatgina mana setga qoldi. Klon yo'q. Da, yo'q. Qara. Svet yondi, klon. Kim? Gambit. Shoshma. Yo'q, yuzini. Все, hop, ko'z normalniy.